O'zada mana qara, tandirxonangni varaqlarini chiroyli oqlaysan, shaylarni tozalaysan. Mana Assalomu alaykum hammaga. O'zimizlar charchamayapsizlarmi? Yaxshilab olaymi? Sizlar qiynalmayapsizlarmi? Bugun bu 4-video emas. Yana shu hokimlar yuzasidan davom etadi. 4-qismi. Tomosha qiynal. Bu safar nima tandirchalar oqlaymiz. Oqlab zakon qilib qo'yamiz tandirchalarni. Bu safar boshqa solamiz. Ko'ringlar. Bu yaqinda yetib kelgan. Yana bitta chiqibdi videoda. Oqlab qo'yinglar, hamma taraf tozalab qo'yinglar deb. Xo'p, chiqaryapsizlar, boryapsizlar. Video qilib nima qilasizlar shuni? Bechara xalq qiynab, shuncha xalqga sharmanda qilib. Prosta boringlar. Nima deydi? Boringlar-da ogohlantiringlar borib. Endi borib video qilish shart emas-da endi. Videoni like bosamiz, tarqatib qo'yamiz. Hammaga sog' salomatlik. Ko'ringlar, oxirigacha video. hurmatli rahbariyat, hurmatli saroy ahli, o'rtoqlar, mana Jovli Baxtiyor xonadoniga keldik. Jovli Baxtiyor xonadoniga mana buni tandirxonadan ko'ryapmiz. O'zada mana qara, tandirxonangni varaqlarini chiroyli oqlaysan, shaylarni tozalaysan. Mana bankda o'tayotgan ekansan, men tozalab qo'yasan. Men senga ogohlantirib beryapman. Ertaga kelamanda jarimaga tortib ketaman. Tushundingmi? Tozalab qo'y, tozalab. Xonadon hamma tomorqalarni ham ikki tutgan qaba, tomorqalaring yaxshi ekan. Manalaring, gullaring chiroyli, gullarini nimaga qilgin? Tozalab qo'yasan. Agar tozalamasang jarimaga tortib ketaman ertaga kelib turib. Assalomu alaykum hurmatli rahbariyat, hurmatli saroy ahli, saroy fuqarolari. O'rtoqlar, kecha nimalarni sizlar har xil tanqid qilyapsizlar. Bu prezident bobomizni qarori, viloyat hokimimizning qarori. Mana yil mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan prezident bobomiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 40 kun dolzarb kun deb e'lon qildi. Bunga xonadonlarga kirib, mahalla raisi yetkiligi bilan xonadonning ichki xonadonlik ko'chirmalarini, tandirxona-yu o'choqlarini ko'rish, qozon o'choqlarini ko'rish kerak bo'lsa, keyin xonadonning tashqaridagi ko'ch ariqlarini tozaligini hammasini bizga topshiriq berilgan. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar, agar qaysinga gruppani buzib, men kecha eshitdim hamma xabarlarni, gaplaringni eshitdim. Mayli, aqlsiz gaplaring bilan aqlli qilmanglar lekin. Yilni buzmanglar o'rtoqlar. Men bir deganda ayttirib, odamiga aytaman, kerak bo'lsa tegishli tashkilot rahbarlari ulangan hamma bu gruppaga, bu nimaga. Kerak bo'lsa o'zlari chaqirib oladi, nima deganlaringni. To'g'ri o'tiringlar, to'g'ri tinchgina yashaylik. Menga ham zarur emas, toza sog'inganimni kirganimni o'sha uylaringga, o'rtoqlar. Faqat to'g'ri tushuninglar, men majbur bo'lyapman shu kirishimga ogohlantirib. Hali ham jarima qilganim yo'q. Boshqa mahalla raislar jarima qilyapti 20 ta 30 talab xonadonlarga kirib turib. Shuning uchun sizlardan iltimos, o'rtoqlar, to'g'ri tushuninglar, har xil bir-birlaringni gijgijlab, bir-birlaringga bir bilimdonlik qilib aqlli o'rgatmanglar.